Hello, guys. Today we're going to start our lesson. So it's gonna be grammar and kechagina bizlar nounsni o'tdik. Вот, guys. Kechagina nounsni o'tdik. Oh, guys, sorry. So kechagina bizlar nounsni o'tdik. So guys, it's gonna be nouns o'tdik. Xo'p, bugun sizlar bilan endi nounsga kirib borgan bo'lsak, endi esa давайте guys bugun sizlar bilan adjectivesni o'tib beraman. So it's gonna be adjectives. Adjectives. So guys, adjectivesni sizlarga bugun o'tib beraman. So guys, what is the adjectives? So guys, what is the adjectives? Hop guys, so what is the adjectives? Значит, man misol uchun olayotgan bo'lsak, ruchka. Ruchka nimaga kerak bo'ladi? Misol uchun ruchkani olayotgan bo'lsak, ruchka man misol uchun yozish uchun, to'g'rimi? Yokida naushnik eshitish uchun, yokida man misol uchun shtrixlash uchun deymiz. Adjectives. What is the adjectives, guys? So, what is the adjectives? So adjectives degani bu degani what nounsni tasvirlab berayotgan degani. Xo'p, men hozir buni qilyapman guys. So nounsni what tasvirlab berayotgan narsa bu adjectives deyiladi. Guys, xo'p. Va bugun adjectives, adverbs o'tamiz. Adverbs. Xo'p, adjectives bilan adverbs o'tamiz. Qaranglar, men misol uchun bu yerda aytaylik x y deyotgan bo'lsak, endi to'g'ri matematikada shunaqa x men misol uchun adjectives deyotgan bo'lsak, y ni men misol uchun how we can say nouns desak, вот nounsni tasvirlab berayotgan, ya'ni that describes nouns. So that describes nouns. Qaysiki ya'ni tasvirlab beradi nounsni. So guys, adjectives bu. Men misol uchun aytaylik, men misol uchun olayotgan bo'lsak, sorry guys. Okay. Men misol uchun beautiful yokida men misol uchun beautiful yokida men misol uchun fat cat deylik. Semiz вот mushuk deymiz. Yokida men misol uchun thin men misol uchun person. A thin person. Ariq odam deymiz, to'g'rimi? Tasvirlayotgan paytimiz shularni ishlatamiz, guys. So, hop guys, tak notebooklaringizga yozib turinglar bularni. Agarda вот успевать qilmayotgan bo'lsanglar, ya'ni ulgurmayotgan bo'lsanglar, вот full stop qilinglardan keyin, shuni to'xtatinglardan keyin bul va ko'chiraveringlar, guys. Hop, endi esa qaranglar. So adjectives bilan bizlar buni general Englishda men misol uchun o'tganmiz, to'g'ri? Adjectives bilan adverbs nima farqi bor deb
qilamiz, to'g'rimi? Adjectives bilan. Ну, ikkalasi ya'ni bu degani sifat, ya'ni sifatini ko'rsatadi. Noun. Bu esa ravish. Значит, ho'p, what is the difference of this, guys? Ya'ni, ana shuni farqi nima deyapmiz? Ho'p, guys, bitta o'ylab ko'ringlarchi. Oddiy o'zbekchada ham men tarjima qilib berdim. O'ylaymiz. To'g'ri javob berdilar, eshitdim. Sifat ko'pincha bizlar sifatda, endi bu oddiy general English, sifatda bizlar misol uchun nounni tasvirlaymiz, to'g'rimi? Nounni bizlar tasvirlaymiz, to'g'rimi? Nounni tasvirlasak, bu adjective bo'ladi. A verbni tasvirlasak, ya'ni otni tasvirlasak, bu adjective bilan o'zbekcha tushuntiryapman. Prosta otni bizlar, misol uchun aytaylik, o'zbekchani bitta o'tib ketaylik. Misol uchun bizlar sifat deylik. Guys, sifat deylik. Sifatni bizlar, ya'ni otga tasvirlaymiz, to'g'rimi? Otni bizlar sifatini tasvirlaymiz. Ravishchi. Oddiygina ravishchi. Ravish o'sha yerdagi, ya'ni ish harakatni, ya'ni verb hozir aytaman nimaligini, ish harakatni bajarayotgan. Xo'p, ну, ish harakatni deylik. Tarjima chiqmaydi. Ish harakat. Ish harakatni bizlar tasvirlaymiz, to'g'ri? Va bu yerda ham, ya'ni oddiy qilib verbdan qilamiz. Sizlar bilan hali verb o'tmaganmiz, nima lekin verbni keyingi darslarda tushunib olasizlar. Chunki bizlar verb uchun, oddiy verb uchun bizlar tense'dan o'tishimiz kerak. Sizlar bilan tenses 16 ta общийsi bor, ya'ni present simple, present continuous. Lekin общий 3 ta dars qilib beraman, ya'ni past simple ga, present simple ga, future ga. Ya'ni simple debman, present, past, future ga sizlar uchun. Keyin modal verb bilan o'tamiz, guys. 12 ta darsga sig'diramiz bilan. Xo'p. Men misol uchun aytayotgan bo'lsak, example berayotgan bo'lsak, men misol uchun oddiygina qilib beautiful, men misol uchun cat, beautiful cat yokida there is bilan bersa ham bo'ladi, guys. Bu yerda there is bilan ham bersanglar bo'ladi. Bu yerda chiroyli mushuk bor desanglar ham bo'ladi-da. Yokida example, men misol uchun ko'pincha adverbslar, yana bitta narsa o'tib ketishim kerak. Ko'pincha adverbslar, ravishlarga ko'pincha adjectives, ya'ni qanday farqlaymiz desanglar, o'shanga ly qo'shiladi. Misol uchun I run rapidly. Men tez yugurdim. I run rapidly. Ana shu yerdagi bu adverbs hisoblanadi, guys. Bu adverbs hisoblanadi. Ana shuni общийsi adverbs hisoblanadi, guys. So, ho'p, yokida men misol uchun yana gap tuzayotgan bo'lsak, men misol uchun
Mana misol endi uzunasiga sizlarga tuzib beraman. Mana misol uchun D yo'q, D bilan bermaylik guys. Sorry guys. Mana misol uchun example berayotgan bo'lsak, I did homework. I did homework so rapidly as teacher hasn't seen. Ya'ni ustozim tasavvur qilmaganidan man judalarda gap aytsam tez bajardim. Вот. Ana shunaqa bo'ladi. Вот. Gap tushishlaringlar kerak. Mana misol uchun rapidly nima tashib ketsa, olaylik. Mana misol uchun rapidlyni вот tashib ketdi. To'g'rimi? Okay. Mana misol uchun sizlarga oson qilib tushuntiryapman. Mana misol uchun shu yer tashib ketdi, to'g'rimi? A javobida rapid, B'da rapidly, C'da rapider. No, rapider bo'lmasa kerak. More rapid bo'lsa kerak yokida rapider. No guys, mana misol uchun bu yerga xato qilib sizga qo'shib qo'yadi. Yokida bu yerga no rapidest deylik, balki most bo'ladi. Rapidest deb qo'yadi. Balki qaysi bo'lmasa ham guys, shulardan. Okay guys? Ana shu yerga qaysi bir tur kelar edi guys. Boya aytib qo'ydim-ku javobini. Qaysi olgan bo'lardilar edi? Mana misol uchun sizlar testdasizlar. Da guys? Mana testdasizlar. Tasavvur qilinglar. Shu test tushdi sizlarga. Mana misol uchun DTMga kirasizlarmi yokida boshqa narsagami? Nima tanlagan bo'lasizlar? Конечно, B bo'ladi javobi. Chunki bu yerda qaranglar. Bu yer verb bor. Verbni bizlar tasvirlovchi dedik, bu adverbs dedik. Verbni biz tasvirlovchisi bu adverbs dedik. Shuning uchun ham bu yerda B bo'ladi, guys. Xo'p. Guys, bugun sizlarga umid qilamanki tushunarli bo'ldi. Va вот homeworklarni qilinglar. Sizlar homework bo'ladi gap tuzish. Gap tuzinglar guys. Chunki gap tuzib bizlar qilamiz. Yaxshi. Ya'ni bizlar улучшить qilayotgan narsamiz bu gap tuzish bo'ladi. Ya'ni improve qilmoqchi bo'lsak, enhance yokida kim qanaqa bilsa, no sinonimlar ko'p. Kim agar o'zini rivojlantirmoqchi bo'lsa, gap tuzib qilish kerak. Yokida misol uchun so'z yodlashda ham yokida bunaqalarda ham bizlar ko'pincha shunaqangi gap tuzishdan bizlar foydalanamiz, guys. Thank you so much for watching this video and I hope you enjoyed. So, goodbye everyone. Take care. Uyga balan qilib turinglar, guys.